Hammamiz bilgandek, hammamiz yuqoridami tilg'anlab o'tib ketdi. Ya'ni bir insonning sinoqqa uchrashi, imtihon qilinishi yoki uning amallariga qarata jazo berilishi har doim bir narsadan mahrum qilinishi bilan bo'lmaydi. Ba'zida ato qilinibmi, hamma narsa to'ttutal, jinoyatni mengayotgan bo'lsa-mu shunda ishlari, tijoratlari, pullari shunda hammasi hech qanday bir musibatga uchramay, texnik yo'li ochilib ketayotgandek jinoyatning uchi turib buni hamda nurg'un insonlarni ko'ramiz ham dunyoda. Shu sinoq bilan jazo orasidagi farqlar. Bunun bir necha farqli misol olsa, bir sinoq bu dunyoda bo'ldi. Oxirat sinoq yo'q. Oxirat natija bor. Qo'limizga diplom chiqdi deyli, sharkatlarimizdan. Ammo jazo bu dunyodanmi, oxiratdanmi? Eg'ir jazo oxiratda, ma dunyodami? Ma'lum nisbatda bir jazolarimiz shaxsiy xarakterda, ijtimoiy xarakterda, hattoki ba'zi millat xarakterlik ilgirki ba'zi millatlarga o'xshash, yoki bir millatli yana bir millatning osiylik, jinoyat, zulm sababidan Alloh taolo yana birisini aytib bergan bo'lsa, bu jazo bu dunyodan bo'ldi, oxiratdan bo'ldi. Ikkinchi birisi sinoq insonning ahvolini bilish uchun bo'ldi. Bu men bir sinoqni bilsam, iymonda mustahkam tura olamdi, aqidada mustahkam tura olamdi, o'zining qimmat qarashi mustahkam tura olamdi, yoki yana olamdi. Ba'zilar biz musulmon tursak, nima uchun buni cho'lab ko'nib qolamiz? Alloh nima uchun bizni qo'g'damaydigan dedi? Nima uchun Qur'on bizni shafaat qilib, bizni darhol kofirlarning qo'lidan qutqizib qo'ymaydigan dedi? Demak, bir eg'ir xafalık kelib qolsa, darhol mustahkam turolmay, sabr qilolmay, keyniga yana oldigan odamlar bor. Bir bilik odamlar bor. Bu dunyodan kesimi, shehid bo'lib kesimi, iymondan mustahkam turadigan odamlar bor. Demak, bu bir bilik odamlarningki sinash uchun bo'ladi. Ama jazo bo'lgan bo'lsa, bu jazo nima sababdan bo'ldi desa, yuqorida deganimizdek bu gunoh sodir qilganlikdan bo'ladi. Va ma asobatkum musibatin fa bima kasabat aydihim yapman kesa. Alloh jiqini afu qilib o'tdi. Sizni kelayotgan musibat, xafalat bu o'zingizning sababidan. Bu ne'matning yo'qolib ketishi. Mayli shaxsiy holatda bo'lsin, ijtimoiy holatda bo'lib qolsin, masalan, vatanga o'xshash, iymonga o'xshash nurg'un yo'qolib ketayotgan vatanimizda, boylikning yo'qolib ketishi, vayronchilikning yuz berishi, madaniyatning yo'qolishi, qirg'inchilikning hammasi bu nimaning misoli desa, Allohningki berayotgan jazosiningki misoli. Uchinchi farq, jazoning hammasi sinoq emas. Bir bo'lik jazolar bor, rasmiy jazolar yo'q, sinoq emas. Shunga o'xshash sinoqning hammasi jazo emas. Sinoq keladi, ba'zisi sinoq, ba'zisi jazo. O farqi. To'rtinchisi sinoq umumiy. Bu yaxshi odam kim keladi, yomon odam kim keladi bu sinoq? Chunki payg'ambarlarmi hadis sharif deyilgandek eng ko'p sinilganlarimiz Qur'oni Karimda bularningki bayoni ko'p tilg'alandi. Beshinchi farqi, Alloh taolo bir bandani yaxshi ko'rsa sinaydi. Demak, bir bandaning sinalganligi yaxshi banda. To'g'ri ish qiladigan, mas'uliyatchan, ongliq, aktiv, nimasi yo'q, shaltiqi yo'q. Shunday turib sinalgan bo'lsa, bu banda Allohga nisbatan so'yimli bir banda. Peygamberimiz Allah Teala bir bandani yaxshi ko'rsa, uni sinab, pokizlab, oxirat hech qanday uning ustida gunoh qo'ymagan holat udul jannatga yo'l silgan bandalarning qatoridan bo'ladi deb bu xil bishoratni bergan. Ham jazo bo'lgan bo'lsa, Alloh taolaning g'azab kuch qilgan, nafr tuguch qilgan alomat. Sinoq duch kelgan insonlarning martabasini yuqori ko'tarish. Gunoh bo'lgan bo'lsa, qisman pach-parat gunohlarni afu qilish uchun bo'ladi. Gunoh bo'lgan bo'lsa, bu jazoga duch kelishninki bevosita sababi. Chunki oyat karimda "Ma ya'mal su'an yuzzab." Kim yomonlik qilgan bo'lsa, uningga jazosini tatidi. Bu jazo bilan sinoqning orasidagi asosiy farqlardir. Xo'sh. Rahmat, Alloh razı olsun. Haqiqatan yuqordim deb o'tgandek insonlarning ichidagi sinoq eng qattiq sinoq qilinganlar payg'ambarlardir. Bütün payg'ambarlarning hayoti qarasaqmi, ularning ashu da'vat jarayonida bo'lsin, o'z qavmidan, millatidan ko'rgan ya son-sanoqsiz inson chidg'usiz darajadagi sinoqlarga mubtalo bo'lgan bo'lsa-mu, shu ummatiga mustahkam turish. Ummatiga o'rnak bo'lib ketdi-da.